Nimaga sochingiz to'kilishini bilasizmi? Siz yosh, navqironsiz. Otangiz, tog'angiz, amakilaringiz, ya'ni gen jihatdan ham sizda bunday holat hech uchramagan. Lekin sizda soch to'kilish darajasi juda ham avjga chiqqan. Erkaklarda soch to'kilishining 15 ga yaqin sababi mavjud bo'lib, ulardan eng ko'p tarqalgani bu soch ildizi, ya'ni soch follikulalariga vitamin va minerallarning yetib bormasligi hisoblanadi. Buning oqibatida esa bizning sochlarimiz tolalari siyraklashib, to'kilishiga sabab bo'ladi. Ko'pchiligimiz buni davolash maqsadida har xil sintetik usulda olingan vitaminlarni iste'mol qilamiz va hech qanday foyda olmagandan keyin kal bo'lish peshanamizga o'silgan degan qarorga kelib qolamiz. Lekin aslo bunday deyishga shoshilmang. Tarkibida 27 xil tabiiy ravishda olingan vitamin va minerallar saqlagan Kazimich Plus dori vositasi sizning sochlaringizni mustahkamlash bilan bir qatorda gormonlaringizni normal ish faoliyatini ta'minlaydi va buning oqibatida siz kun bo'yi energetik va bardam bo'lib yurasiz. Videoni esa sochi to'kilib, siqilib yurgan do'stingizga yuborib qo'yamiz.